Sahar o'lchaydigan apparat olayotganinglarda aptekar sizlarni qanaqa yedirishi mumkinligini bilasizlarmi? Mana shu satelit glyukometr misolida tushuntirib berishga harakat qilaman. Aptekadan bir nechta glyukometrlar ichidan bitta arzonrog'ini olib xursand bo'lishingiz mumkin, ekonom qildim deb. Lekin sizga eng asosiysi har bir qon organizm anaqa bitta poloska kerak bo'ladi va bitta barmon tegishli lanset kerak bo'ladi. Siz olgan glyukometr aynan mana shu test poloskalari O'zbekiston bozorida boshqa sotilmayotgan bo'lishi mumkin. Aynan test poloska korobkada bo'lmasligi mumkin, ya'ni alohida sotib olasiz. Asosiy apparatini boshida arzonga sotib olganingiz bilan, lekin yillar davomida siz aynan ishlatadiganingiz mana bu poloska bo'ladi. Poloskasi qimmat bo'lishi mumkin. Siz olgan glyukometrni O'zbekiston hududida servisi bo'lmasligi mumkin. Ya'ni hech kim sizga almashtirib bermaydi yoki tuzatib bermaydi. O'zbekiston bozorida aynan satelitli poloskalari eng arzon poloskalardan hisoblanadi va cheklanmagan, unday aytganda, umrbod garantiyasi bor. Buzildimi, almashtirib beriladi. Agar kimga aynan satelit qiziq bo'ladigan bo'lsa, raqamlarni qoldiraman. Ya'ni donagami, optimmi aloqaga chiqib ko'rasizlar. Va bu videoni sahri bor apparat olmoqchi bo'lib yurganlarga tashlab qo'ysanglar foyda bo'ladi.